Assalamu alaykum, tordaşlar, yaxşımısızlar? Bugün azıraq bir tema üstüde ortaklaşay dep oyladım. Ben xulasa desem boladı. Şvetsiyada turuşluq Toğluq Hamid degan balınınki namoyish qilayotganiga 69 kun bo'ldi bugun. Aslida ati 70 kun bo'lgan chaqda naq maydon qilay deb o'ylagandim. Lekin bugun qilishni o'zim qaror qilib qoldim. Bu bala namoyish qilgandan beri jihla har xil savollarni Zumrat xonim siz buni qo'llayapsiz. Ah, ko'k degandek gaplar bak jiq bo'ldi. Qo'llash degan narsa ikki xil bo'ladi. Birsi o'sha billa chiqib olib, voy men tang siz bilan tang naq maydon qilay, siz bilan tang namoyish qilay degan umumiy bir qo'llash usuli. Lekin men boshqa davlatda turman. Shuning uchun namoyishini qiladi. Keynidan men embeklab qo'yman yoki inkos yozib qo'yman. Bu bir xil usul endi. Bu qo'llashlarim kimga taqishib ketdi, uni bilmayman. 2019, 2020'ninki dastlabki bir 2 oygacha men To'g'liq bilan yaxshi paranglashdim Facebookda. Undan keyin bu To'g'liq Hamid ben Amerika'ya bardigan boldum dep turib bir yerda mundaq so'zlagan narsalarni chiqargan temalarni ko'ribla men o'ziga naq vaqtning o'zidala Messenger'da telefon qildim. Ukam, po'xob qolmang. Oy, bağan bilan ishingiz hal bo'ladimi? Desem, men qaror qilib boldim dedi. Ondan keyin shu Janmadagi Chedir aldıda bir resim çıkargan günden başlap ben Facebook'tan jüvetken bu balını. Acep bir muşlarının etrafında payda oldu. Xeyli bir kalıs çiçen bir balken toq bu dep durup özüm arlıq taşlı etdim. Anadaki bu yıl meni izlegen vaqtida naytımı bir besiremcan alatda baştan ayak özünün muştaq bir aldanğanlığı üstüde özünün dərdini etqaş. Ben qandaq qısam bola 6 ayının 20'si çıkıdı dedi atanam degende. Herkes çıkmaydı ukam, aldanma dedim. Aynı gapim. Hazır men naq meydanı körüp atıdı. Aynı gapim şu. Hazır men naq meydanımı men To'g'liq bilan maslahatlashib qilganim yo'q. Men nima deyman, uni bilmaydi. Mening demoqchi o'g'inimni faqat bütün meni qo'llayotgan, ham shubhalangan shularga atmoqchi. Anandan keyin men dedim, chiqmaydi. Lekin bu 20'silar degan shanba-yakshanbaga to'g'ri kelgan vaqtlarda yana qandaqsiz aldinasiz ukam dedim. Onun oldida bir oyda ikimiz paranglashib qolgandan keyin shu 19'lardan boshlab mana bu yil 6 ayning 19'dan boshlab namoyishini, yolg'iz kishilik namoyishini eng yaxshi qonunli qilay deb tasdiqlatib qilishni boshladi. Başlagandan bir arlıqlarda her xil adamlar bana her xil vay Zumrat xanım yüzünüzü töküp alısınız. Vay bu bala mandaqti andaqti degandek her xil besim bir eğizni men To'g'liqqa deb baxmadım. Avazlarının hemmini yig'ib qo'ydim har qandag'inki. Shuning bilan men Shvetsiyaga berib keldim. Men bir odamni qo'llayman desam cho'qim ashning isbotlarini yig'ib qo'yman. Her Arlıqda bir qatim To'g'liq mamma rasmini evatib bergandi. 90 yosh kirgan momam bu deb turib rasmini evatib bergandi. Acaba bir beqishsiz qoldi bu momam. Dadamninki turmada bo'lishi, opamning turmada bo'lishi bilan dedi. Andan keyin ma bir rasmni ko'rsatib qo'yay. Bu yoqdagisi kim öz To'g'liq özümü menimce qarasanglar bilalaysizlar. Ma yoqdagisi dadasi, anadagi marhum buvisi, tarafdagisi, o'ttirdagisi momisi. Shuning bilan bu rasmlarni bir videolik evatib berdi. O videoni ko'rib shunda ko'nglim yerim bo'ldi. O'zimning momam esimga qoldi. Anadagi bizningki qoidamiz bo'yicha o'g'ilvalning uyida turdi ota-onalar.
Şu yerden uzatılsıken dep durup ümit kılatdı. Momam rahmetlik maştaktı. Şununla şu resimlerini, videolarını gördüm. O videodaki avazlar onu koyğum mu yok. Şunda ezildim. Acayip ezildim. Anandan keyin men Şivisiye berip, şu toğluqnınki qo'lidagi zodi qo'lida qanchalik narsa bor. Biz qo'llasak, men yolg'iz emas, do'stlarimiz qo'llasa, to'g'ri bo'lamdi. Ya biz aldanıp qalamdiq. Har xil nimalar bilan men bordim. Berib, telefonidagi ovozlar bo'lsin, bu balani qo'ygan, oldigan shu nomatning aka deb yurgan vaqtdagi altidagi ahvol, undan keyin aldangandan keyin bu o'z diqqat qilib turib uchurlarni, hamma narsa to'plab qo'yganlarni boshdan oyoq ko'rib, anglab, turlarga ayirib, kopi qilib qaytib keldim. Anadagi bu kopiyinimi advokatidimi bir nusxa bor, anadagi boshqa do'stlardimi bor. Agar tasodifiy jinimga tegib qoladigan bir ish bo'lib qolsa, qanday qilamiz deganni menga savol qilib qo'ygan chog'da siz chiqilanmaydi deb degandim. Mana to'liq o'z turdi sizga hargiz chiqilanmaydi degandim. Endi xo'sh, orliqlardagi ishlarni deyli. Men beshida dedim to'g'liqqa, siz cho'qim o'zingiz qopsiz, o'zingiz namoyish qilasiz, o'zingiz qilgandan keyin anandan biz ha u desak bo'ladi dedim. Odam bu dard o'zining beshidagi dard. Çokum şu insan ziyankeşlik uçurguçu özü qopish kerak. Her qandaq ishga o'zi qaror elish kerak. Andan keyin bu qo'yilib ketdi. Ziyankeşlik uçurdi. Hem casuslikka ishtirildi. Ammo buni ishni qilgan odam Dünya Uyg'ur Qurultayının ishchiligi ma'lum birsi. Uni men bilaman, do'stlarimiz biladi. Lekin bizning uni deydigan hech qanday huquqimiz yo'q. Bu ish bizning beshimizga ish emas. Şunun için cıhla sordu menden. Oy kim o, palancı mı, pokuncu mu? Nima iş kılısız dedim. Açtık cevap verdim. Acayip naçar işler bo'lib ketdi. Birini to'g'liq deb baxmadim. Chunki bu dardni tortayotgan aşı bola bo'lgandan keyin birdam yig'laydi, birdam ko'ngilsiz bo'ladi, birdam voy bo'ldilar bu ishni men uyg'urlikcha nima bo'yicha bir hal qilsam deganda yo'q. Qonun bo'yicha hal qilsa afkam dedim. O'zim meni anglayotdi. Qonun bo'yicha hal qilsa 1,5 yil ahmoq qilgan, so'ski sap qo'yib turib shunchalik zo'tal qilgan odam sizning qaysi psixikangizdan foydalandi deb savol qo'yib beqing dedim. Mening xulosam Uyg'urdi, akag'inamdi yoki bu shu bir men nayt ko'ngilsiz bo'lgan vaqtlarim bor. Nima uchun ya qonun orqali hal qilishdan ching turmaysiz deb turib ranjigan yerlarim bor. Chunki biz oqida bir top kuch yordamda bo'lyapmiz. Qandaq yordamda? Ro'yi yordamda. Ham qo'limizdan kelishicha qildigan ishlarni qilib bo'ldik. Bugun demoqchi o'g'lim, sizlar anglab yiqinglar. Mushu bu qilayotgan ishi xato ish emas. O'zining dadisining, opasining dardini anlatyotdi. Dünya Uyg'ur Qurultayı bütün Uyg'urga vakillik qildigan odam, davoni oq qilamiz, ko'k qilamiz degan odam bu bolaga aslida 69 kun bo'ldi. Ajoyib yordam qo'llarini sunsa bo'ladi-ku. Yolg'on emas-ku, turmada yetyotdi-ku ota-onasi. deb jiqla savol qo'ydi. O'zidan so'ranglar deb javob berdim. Dünya Uyg'ur Qurultayının o'zidan so'ranglar 24 soat xizmat qilamiz deb chiqarib qo'yibdi ekan, shu yerdan so'ranglar dedim. Isbotlarini jiq odamlar shu namoyishidan keyin voy kirib ketsang degan gaplarimi bo'ldi. Lekin bu bola kirib ketmadi. Men har doim deb turdim, cho'qim davomlashtirishingiz kerak, ulgu bo'lishingiz kerak, o'zingizning ustidan o'zingiz g'olib kelishingiz kerak, mush petimchi turib ketishiniz kerak dedim.
Bir bala buluş süpütü bilen bir insan ata-anasıga igi çıksa hatama? Beşidin ötken işlarını dese hatama? Bu yalğandı, andaqdı, mundaqdı deb yazğanlar bar, meyli YouTube qışqırıvatqan ballarninkini ama astığı yazıvatqanlar bar. Onu bəziləri rəsm tartıb ivetib qoydu, bəzide oy köməs selanlar dedim, sarangıp qalğan adamның nəsini görəmsizlər dedim. Anandikin bəziləri telefon urup vay tuğluq seni sarangı çıqırıb etişi mümkün, o tip deganlarga mən tuğluq qaşlar degandim. Sizni sarangı chiqirib etish uchun bir isbot bo'lishi kerak-ku. Sizni liq isbot tursa o'zingizning qo'lida. Sizni qandoq siz sarang chiqirib etadi dedim. O'zi anglab turyotidi. Meningcha. Mening ovozim yaxshi chiqmayapti-da yoki qetib qoldimi? Yezib qo'yinglar, agar qetib qilib qilsa, qaytadan qilsam bo'ladi. Shuning bilan davomlashtirdik bu jarayonni. Anandan her xil besim, tehdit, haqaret, hücum to'xtag'ini yo'q. Meni qo'lladi deb to'xtadi. Her xil qiliqlarni qildi. Men buni bir qatim to'g'liqqa deb baxmadim. Lekin to'g'liqninki mayli parishon holati bo'lsin yoki har xil holatini ko'tarib keldim. Sababi biz do'stlar cho'qim beshiga kun tushgan chog'da hammamiz bir-birimizga yordam qo'limizni sunamiz degan bir nimamiz bo'yicha ketyapmiz. Shuning uchun cho'qim yordam qilishimiz kerak deb. Anandan o'ltirilib ketsam, deb turib ba'zan narsalarni manga havola qilgan vaqtida sizni o'ltirib etmaydi, o'ltirib etsak kimning yoqasiga esilishini bilamiz dedim. Hozirmi deyman, kimning yoqasiga esilishini bilaman. Men chiqqandan berimi voy Nuri Turkalning mandaq mafiyasi var. Palanchining Pokun yerda mafiyasi var. Ablimit Tursunning palan yerda mafiyasi var. Sizni eliq parçalab etganda parçalab etadi deb turib talay so'zlab bo'lgan. Deb berdim men to'liqqa. Lekin kimga esilishni bilaman dedim. Men qonun bilan o'zimni qo'g'dashni ajoyib o'rgangan ayolman. Shuning uchun sizmi shunday qiling dedim. Ba'zilar dedi, voy munda qilib turib la'li qilsang, munda qilsang, anda qilsang degan gaplarni qilgan vaqtimda to'liqqa alayda ranjidim. Ajoyib ranjidim. Yo'q. Sizning psixikangizni urib-atidi. Ashundaq tunguzlarga siz yo'q deyishni o'rganing dedim. Nimishqa Uyg'urning mushundaq ziyonkashlik uchrayotgani bir to'g'liq bo'lishi natayin. Talay to'g'liqlar bo'lishi mumkin. Her bir Amerikadan kelgan telefon bo'lsin. Ba'zilari voy tashkilot ichib olsang bo'ladi, munda qilsang bo'ladi deganlar bor. Kulkilik ish. To'g'liq Hamid tashkilot ichish uchun chiqdimi yoki ota-onasi uchun chiqdimi, shuni bir fuq baqqan bo'lsa deb turibman o'yladim. Yana birisi, voy Amerikada do'stlar san qiziqyotidi, voy andaqyotdi, mundaqyotdi. Endi bu to'g'liqning ishi tatayning o'g'liga qolmaganda ishlari o'zal qila. 1.80 m bo'yi bilan haqqi yalurishning hojati yo'q dedim men. Onun g'emini yemanglar deb turib shundaqmi deb qo'ydim. Nechisi menga ivat urgan chog'da shundaq dedim. Anandan sotqa chiqishga to'g'ri kelsa qanday qilamiz degan do'stlar bor. Ayrim xonamda degan. Borimiz. Bütün dunyoviy borimiz. Agar sotqa chiqadigan ish bo'lsa, chiqolmaydi. Agar chiqsa borimiz. Shuncha isbotlar bilan o'ltirib sotqa chiqolmaydigan ish yo'qdi. Tayyorlik holatda hammamiz shunchalik puxta tayyorlik holatda borimiz. To'ylarga bordik-a, okean atlab, davlat atlab, qita atlab biz sotqa borsak nima bo'pti? Kameralarni ichib turib toza bir ko'rsatmamdiq. Xoinlikni ishtaganni, qo'ymichilikni, aldamchilikni, ko'z bo'yamchilikni ko'rsatmamdiq dedim. Bu yerda to'g'liqmi anglasin bu gapimni? Ashundaq. Ziyonkashlikka uchurg'uchiga yon besish, qo'llash yo'q. Ashu davoni buzib qo'yma.
davaga ziyan yetmesin. Qaysi davani? 17 yıl yığın qatnışımız dep yürgen davanı mı? Yığınga qatnış Birleşken Devletler Teşkilatı'da yığınga qatnış salayetiga erişimiz dep yürgen davanı mı? Davаны xalqaralaştırmız dep yürgen davanı mı? Amerikadan erki qırgınçılık uçurdu Uygurlar degan Xitoyning jinoyatini bekitip olgan chaqda davаны xalqaralaştırdıganга yana qancha yil kete? Mana davаны xalqaralaştırışdıganга mana 18 yil kesip etken ailening balası var. Daptutlar çağanның ornida oylap baqsanglar, davaga sual qo'yib. Anandikin men o'ylabmı qaldım. Sayram oğlani temiz çıkan çağda nasadın yoğun bir çapan çıktı. Peltu deyli. Lekin munda işler kelgende çıkmaydı. Ama xalq özü uyg'unish kerak. Bu dava qandaq dava? Kimning menfaatiga ishlayotgan dava? Ma rast bo'layotgan ishni nima deb turib ujuqtirishga, shunga besim ishlatishga aldıraymiz. Anadikin her xil təhlillərini qılıb durub seni sarangı çıxırıb etişi mümkün, seni mandaq qılıb etişi mümkün, andaq qılıb etişi mümkün deb. Sen nereden bildin onun andaq qılıb etdiğini, mandaq qılıb etdiğini? Paranlaşmısan şu insan bilen. Mişədə yana qayta təkrarlab qoyay, bu işdən başdan ayaq xəbərim var. Başdan ayaq. Kimning boynuğa esilishini dostlarımız hemmimiz bilimiz. Her vakit. Ben beşide dedim. Eğer küçü yetmegen çağda bekerek arlaşımen dedim. Hazır kadar şundak posiyada turuvatı ben. Bugünkü kadar. Bunun dinkinmi şu? Fakat toğluq özü kılalayman ede. Ben qıp gitelayman. Özümle küçümge işinimen. Digerligi üçün hazırca arlaşmadım. Hem arlaşmayıvatım ben. Bugün mü bana xulaslap qo'yishim, hamishdan xabarimiz bor. Kimga esilishni bilimiz. Sen eliq bilib qolmasin, xotun degan ayol biladi. Bilib olma ishning egisi. Qo'ymichi. Munofiq bilib ol. Faqat ziyonkashlik uchurg'ichi to'g'liq Hamid bo'lganligi uchun ashu qaror oladi. Hozir qadar jimmit o'ltirishim bir nimani bilmaganligimdan derak vermaydi. Hemmisidan xabarim bor. Senin ovozingdan tatib bor menda. Hamma narsang bor. Lekin to'g'liqning o'zining o'ylagan yerlari bo'lganligi uchun biz aralashmay faqat ham nafas bo'lib beryapmiz. Bolalarыңni o'ylasang, boshqa ishlaringni o'ylasang, sen baribir Xitoydan to'ralmagan-ku. Xitoy bo'lib qolmaganingga pushaymoning bo'lgan bilan sen Xitoydan to'ralmaganingga ishonma. Shuning uchun Uyg'urchani yozolmaganing bilan tilimni bilsa, qoriga tiqyapting sen hozir. Yeningdagi cho'moqchilaringni yetkazib qo'ydi. Ya xotiningnikini ko'rasa, bu xudoliq olam. Anandikin birga qilib qo'ygan birdan yanadi. Bilib ol, birdan qilib qo'ygan yanadi. Aşı yığılgan momay, aşı yığılgan türmedeki yığılgan şu atana özünün dadısını uzutanmadım dep yığılgan yığıları seni tutudu. Yığı degen tutudu. Vay pitnici, yana birmici depli kevatsızlar. Men pitnici olup ötüp gitey. Qalsаңның rəsminin içinde men sanılıp qalmağınımı şükür deymen. Qalsаңdak pitnici emmes olğanlığımı şükür deymen. Men sizlerdek adam bo'lib qolmaganligim uchun shukr deyman. Men qalsang uchun xizmat qilmayman. Faqat Uyg'urning bir ovozi bo'lay. Yolg'onda o'tib ketmayli. Kunduz Xitoy konsulini oldida chiqib, kechasi do'yin o'ynab yurmasin. Men bilsin Uyg'ur deb turib kurash qilyapman. Aqimda talay balla. Uyg'ur, Qozoq, her xil milletdeki qeyrindosh bollar bor. Hammamiz o'z yo'limizda o'zimizning ishini qilyapmiz. Biz birsidan bir nima talashmadik. Nocha bo'lsang vatanni ol.
Hainliqingni tashlab o'tirib vatanni al. Pulga to'ymiding. Davlatlarni mi qo'ysang? Uyg'urni mi qo'ysang? Shaxslarni mi qo'ysang? Ayadın chiqib qo'yma, mayadın chiqib qo'yma deb şapaqchiliklarni qilishib yurishsa, xalqning shu halol emgiga topgan pulni şapaqchilikqa, jeliq ishlatishsa, bilmaydi dema. Bilmaydi dema. Bir odam o'zini qo'g'dash uchun ovozga olsa, hech qisi yo'q qonunda. Qonunda isboting bormi deydi. Sen tahdid his qilgan vaqtingda qo'lingga jiqqan narsalarning hech qaysisi qonunga xilof emas. Chunki xalq sana urdi telefonni. Xalq sana tahdid qildi. Buning hammasi isbot bo'ladi qonunda. Aniq bu. Bir sotqa chiqsaqkan deb turib azaldan davatime. Bo'lsa meni bir chiqsa, heliq bir qo'ymichi chiqma degandi, heliq bir doktor bir nima deganlar bor, heliqi. Doyingchi bir nima. Voy, azumlatusini bir mili bermiz degandi heliqi. Qimavaz. Hozircha bormam. Tang chiqili. Nima saqlab tursizlar? Chiqinglar dedim. Endi mana To'g'liq Hamidniki kelgan chaqdimi, noyda mukammal tayyorlik bilan o'tirdik. Bo'z chiqili. Qayerga chiqamiz? Xalqaro sotqa chiqsaq texmi yaxshiroq bo'lar edi. Saqlab turyapmiz. Ashundaq. Yanil deb qo'yganim mushu To'g'liq Hamidning davatqanlarining hammasining dalili va isboti va bu rost ish. Bugun deb qo'yishimmi, eliqi savol qilib, voy devatmamsa deganlarga, eliq Zumrat xonim siz bilasiz, cho'qim deb bergan bo'lsangiz deganlarga mishada ochiqlama berdim. Bu ishning egisi To'g'liq Hamid. Shuning uchun o'z qaror oladi, qanday qilishni o'z biladi. Bu ishda mas'uliyat bilan ish qilyotidi. Aqsoqollik qilib turib, o Amerikadan ati tatayninki o'g'lining chapanchilari, o'li-buliları telefon urib qilganlardan toza xabarim bor. Nimishqa kerak bo'lib qoldi To'g'liq Hamid degandimmi, noyati bilib turyapmiz. Ya ishni hal qilib, Uyg'urninki zehnini chashmay, tesh o'ltag'an bo'lsang degan gapni men 5 bir qatim dedim. Men 3-chi qatimda maydonga chiqqan vaqtim, u vaqtida sen bilan noyati chiroyli deyishib qolgan vaqtim. Matam 3 deymiz-ku. Faqat bugun 2-chi qatimligi, 3-chi qatimga kelgan chaqda, mushuning tishiga tegib, yana bir ishlar bo'lgan vaqtida hammamiz tang chiqamiz ekranga. Ekranni faqat shu To'g'liq Hamidning ishiga kelgan chaqda men bir qatim echishga rozi. Men o'zim yolg'iz so'zlayman deb kelayotgan. Lekin To'g'liq Hamid uchun mush ishga boshdan aralashdim, oxirigacha aralashiman. Resimni yo'g'on yug'izib o'ltirib, ovozingni ko'yingchi bilan qo'yib turib, Uyg'urcha bilmaysan-ku? Ashunda qilib turib, ekranda alomat bir qilishga tayyorligimiz puxta holatda. Ishonmasang, sinab baq. Hamma narsaning cheki yaxshi. Chekidan eshib ketgan chaqda qanday bo'lganini sana ko'rsatib qo'yma. 12 qismliq naq maydonlarim bordi, 15 qismliq. Itib qo'yib turgan eliq qo'ymichilik, yana bir michilik. Buzuqchilik degandek. Ba'zilar tez oyoqlashgan, voy bo'ldi satlashib ketmayli deb. Sen qanchinchisigacha to'xtaysa, shu vaqtida ko'ramiz. Hozirgi vaqtda mushuni Dünya Uyg'ur qurultiyininki, ashuningki ajush-majuslari, xotinlari ko'rib, eringlarga yetkazib qo'yinglar. Balanglarning dadasiga yetkazib qo'yinglar. Ma xotin munda davatidu. Resimlerimiz torda yurmusun. Qisib olayli. Issig'ir xalqning ota-onasiga deb turib ko'ldirlatgan shu ishlarni vaqtida yig'ishtiramdiq yoki qanday qilamiz degan ustida azroq o'ylanib ko'ring. Bo'lmasa o'zingizni shu ekranda ko'rasiz. Sababi qonun bilan qilamiz. Uyg'ur jamoatiga qanday hal qilganligimizni, qanday hal qildiganligimizni, qanday taqobil turdiganligimizni ko'rsatib qo'yamiz. Ulgu qilamiz shu vaqtida. Ma'vu eng oxirgi deb qo'yishim. Buni men To'g'liq bilan maslahatlashib qilgan naq maydon emas. Men To'g'liqqa deb qo'ygan bu gapni. Men aralashadigan vaqtimda sen meni to'sab qolamaysan deb. Jambayada qazo bor,
Xalqning ota-onasi aşağıda turdu. Qeyri mo'mayba dadasi o'lib ketgan chaqda o'limiga qatnashaolmagan bir o'g'il ash turmada yetib o'tibdi. Endi opisi qandaq bo'ladi uni bilmaymiz. Buning natijasi yana qandaqaroq holatlarni oqibatlarni akiladi uni shu vaqtda o'zing ko'rsa. Pul ağınımı toysa, aldamçılıkımı toysa, xainlikimi toysa, casusluk iştəginimi toysa, həmmə nimigi toysa. Həmmə nimigi toysa. Toyguzub durup, qıldırıp durup, bu dünyada tamğanını pişalanğı basqızıp durup yol qısap qoyumuz. Bu özəngə bağlıq qağını. Qeyrindaşlar, söz mişəgici bolsun. Toğluq, yanıl deydiğinəm, Toğluq Hamidning dəvatqanlarının həmmisinin asası var. Rast gap. Şunun üçün kino ko'rgandek o'ltamay, huzurlanmay, o'zingizga savol qo'yib beqing. Agarda dardingiz bo'lsa, sizmi baldur uyg'oning. Agarda sizmi shundoq bir ishlarga zo'rlangan bo'lsangiz, o'rningizdan turib keting. Sharmandalik hayotini oyoqlashtiring. Chunki tarixga yozilib qolasiz. Rahmat sizlarga.